namoz o'qimayotganlar. Oranglarda bo'lsa kerak, bugun bomdodda o'qimaganlar. Xudo meni ko'rib turibdi degan tuyg'u yo'qligi uchun o'qimadinglar. Nima asosingiz bor o'qimayotganingizga? Bandaga tushuntira olmaysiz, Xudoga qanaqa tushuntirasiz? Bandam, men seni yaratdim, yo'q eding, jirkanch suv eding, iflos suv eding. Badaningga, kiyimingga tegsa, to yuvmaguncha xotirjam bo'lmaydigan jirkan suv eding. Men seni shu suvdan yaratdim. Mana buni, yo buni, mana buni sharbatidan yaratganim yo'q. Jirkanch suvdan, siydik keladigan yo'ldan yaratib, onangni qornida suv to'ldirilgan qopning ichida tillo kumush bilan sotib olib bo'lmaydigan butun a'zoni men tekinga berdim, yaratdim. Onani qornida 9 oy 9 kun tarbiya qilib rizqingni berdim, to'rmuchchangni soqirib dunyoga keltirdim. Dunyoga kelishing bilan dadang bakalashga ko'tarib, "Ey qo'shni, sigiriz bor edi, bolam tug'ildi, sut bering" deb chiqqani yo'q, kasha qidirib chiqqani yo'q. Onangni